Mazali va to'yimli bo'lgan lo'la kaboblarini tayyorlaymiz. 500 gram qiymaga bitta qirg'ichdan o'tkazilgan kattaroq piyoz, tuz, ziravorlar, 3 osh qoshiqda non talqoni, 3 osh qoshiq o'simlik yog'ini solib aralashtiramiz va idishga 5-6 martalab urib olamiz. Qo'limizni sovuq suvda namlab, xuddi shashlikka o'xshab shakl berib, taxta cho'plariga joylab olamiz. Menda xuddi shu masalliqdan 8 ta katta lo'la kaboblari chiqdi. Kartoshkalarimizni gulli qilib kesib tayyorlab olamiz va baland olovda qizigan yog'ga solib, orqa oldini qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkalarimizni yog'dan olib, kaboblarimizni ham orqa oldini qizartirib qovurib olamiz. Ortiqcha yog'larni olib qo'yib, kartoshkalarimizni qaytarib solib, tuz, ziravor va 1 piyola suv quyib, ustiga kaboblarimizni terib, past olovda 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Yoqimli ishtaha!